Askvalik mahallasida mana asfalt bo'syapmiz. Xudo xolasa mana yangi nimalar keldi. Opa hududda 4007 metr asfalt yutuvdik. Tashabbusli budjet jarayonida 2025-yil birinchi mavsumida faollashtirish bo'lib biz g'olib bo'lganmiz. Bu jarayonda mahallamiz ahil bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib yutdik xudo xolasa mana. Mana bugun ko'chamizda asfaltlashtirish boshlandi. Biz mahallamiz bilan jamoa bo'lib chiqib asfalt bosayotgan odamlarga o'zimiz ham yordam berib, bu ko'chalarimizga mustaqillikdan beri asfalt bosilmagan edi. Mana xudo xolasa mustaqillik bo'lib asfaltlarni bosyapmiz. Shuncha sharoit qilib berganingiz uchun o'zbekimizga katta rahmat. Mahallamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Hammalaringga rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi budjet jarayonlarida fuqarolarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 50-72 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2024-yil 30-yanvardagi 666 sonli qarorlariga asosan har yili ikki bosqichda fuqarolarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash jarayonlari olib borilyapti. Xususan 2025-yilning birinchi mavsumida Qo'qon shahrida umumiy qiymati 14 milliard 500 million so'm bo'lgan 10 ta loyihalarimiz g'olib bo'lib, hozirda mazkur loyihalarni qurilish, ta'mirlash, jihozlash ishlari boshlandi. Mazkur hozir biz turgan mahalla Paskevalik mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, ushbu hududda 4000 metrdan ortiq ichki ko'chalarni asfaltlashtirish ishlari olib borilyapti. Mazkur tashabbusli budjet jarayonida g'olib bo'lgan loyihalarimizni bu ichki ko'cha bo'ladimi, ijtimoiy soha obyektlarini ta'mirlash, jihozlash bo'ladimi, har bir obyektlarimiz qurilish sohasida nazorat qilish inspeksiyasi, qolaversa mutasaddi tashkilotlarni nazorati ostida sifatli bajarilishini ta'minlab borilyapti.